Yurttaşlar 10 dekabr 2025 yıl bugünkü geçki savdamız 2022 yılda ishlab chiqarilgan Damas avtomobilimiz bo'ldi. Mashinamizni o'zimizni Hank Alacadan keyin Rozova ukamizni satdik. Ino uka kilitlari yaxshi kunlarga to'lamin, tabriklaymiz. Rahmat. Mashinamizni bahosi 61 million bo'ldi. Naqd pulga satdik. Nechik mashin ko'ngildagimi? Ko'ngildagidan ham ziyada. Abdushay, rahmat. Lisansi Abdushay normalniy mashin. Yechimda kamsiz yo'q. Tavsiya etaman, xudo xolasa shu bog'at avtolidera kelaversinlar. Hamma salonlarga kirib ko'rdim. Lekin ko'chib ham barchalar boshqalar ham barchalar endi boshqa salonlar yomonlaysa emasmi? Lekin ko'nglimga yoqqani shu bo'ldi. Shu mashina pulim yetadi uni ochiqini aytsam meni. Rahmat. Savdodan rozi bo'lsam bo'ldi. Roziman. Mashinamiz 2022 yilda ishlab chiqarilgan edi. Salon olib bir qo'l minilgan edi. 4 dona yumshoq balon metan gaz uстановка qilingan edi. Mashinamizning yurgan kilometri 49.000 kilometr edi. Shunday sostenidagi Damazimiz narxi 61 million bo'ldi. Kimga shunday sifat va arzon mashinalar kerak bo'lsa, Bog'ot tuman Gayn ro'parasida Bog'ot avtolider saloniga kelaverasizlar. Xohlasangiz bizda boshqa turdagi avtomobillar ham bor. Bizda naqd pul, avtokredit, barter xizmatlari bor. Ekranda telefon nomerlar bo'ladi. Bemalol bog'lanaverasizlar. Hamma salonimizda kutib qolamiz.